Bizning maktabimiz 10 va 11 sinflardan iborat. Ya'ni voyaga yetgan o'quvchilar bor. Bu yerni deyarli tarbiyalash markazi desa ham bo'ladi. Voyaga yetganlarni tarbiyalash maqsadida. Lekin bizning maktab unaqa emas-ku, lekin shunga yaqinroq. Vau, katta maktab ekan-a? Nudda ancha kattaroq maktab ekan, lekin bu yerga ko'nikib ketsak bo'lgani. Birinchi kundan ishga chiqarmas edi, mana shunaqali. O'zing kelib turtib-olsan, ey. Va o'rtaman bilan e'tibor bermanglar, uzr lekin. Joyiga tushirib qo'yish kerak. Menimcha nima deding? Astronomik, hozir bizga problema kerak emas. Nima qilmaydi endi, mayli. Jinnimisan, ko'zingga qarab yurishdan bo'lmaydi. Mana nima bo'lsan, yo'lingga qarab yur. Haliga men uzr demoqchi edim. Yur, tez-tez qiz bola desa qotib qoladi. Ko'rmadingmi? G'ashchi chiroyli qiz ekan-u. Boshqa bu holat qaytarilmasin. Qaytarilsa maktabdan haydalasan, tushundingmi? Tushundim. Maktabingizga zormasman. Sen bilan keyin gaplashamiz. Kelinglar bolalar, nima gap? Assalomu alaykum janob direktor. Xullas, sizda bo'lsa biz maktabingizga delamizni olib kelgandik va endi o'zimiz ham maktabingizga keldik. Shu yerda endi o'qimoqchimiz. Bo'ldi, tushunarli. Unday bo'lsa sizlarga tushuntirib o'taman. Bizning maktab ozgina napasliroq, dori, narkotik, xullas shunaqa narsalar. Ishkallar juda ham ko'p bo'ladi. Shuning uchun o'zingizlarni ehtiyot qilib, o'zingizlarni bosib yurishlarini so'rayman. Aha, janob direktor, tushunarli. Xo'p, tushunarli. Xullas, hozir sizlarga bitta bola chaqiraman, xonanglarni ko'rsatib qo'yadi. Hoy, Jo'xa, bu yoqqa qarab o'rgin. Xullas, men bolalarga xonasini ko'rsatib yuor. Salom bolalar, yaxshimisizlar? Yuringlar, xonani ko'rsataman. Давайте ketdik unda. Mayli, janob direktor, sog' bo'ling, rahmat. Xo'p. Bolalar, xullas, hozir bizga xonamizni ko'rsatishar ekan. Reddi, xonani ko'rib turaverman, hozir kelaman. 10 minut. Mayli. Sizlar 10-sinfsizlar-a? Da, shunaqa o'zingizchi. Men 11-sinfman. Ha, yaxshi, bir yosh katta ekansiz. Assalomu alaykum janob politsiyachi. Va alaykum, bu bola kim? Maktabga yangi bola kelgan ekan. Yaxshi. Bu maktabning o'zining politsiyasi ham bormi? Bu maktabimizning politsiyachisi, xavfsizlikka qaraydi. Yaxshi, maktab anchagina yaxshi qaralar ekan. Mana shu sizlarning xonanglar bo'ladi. Bemalol joylashib olinglar. Yaxshi, xonamiz juda ham ajoyib. Birat o'zida ham xonasi shu yoq atrofda bo'lsa kerak. Xonamiz yoqdi, albatta. Ikki kishi astronomik ikkalamiz uchun joy ekan. O'ylaymanki, hech qanaqa problemalar bo'lmaydi bu xonada, to'g'rimi? Menimcha ham shunaqa. Mayli, unday bo'lsa, men ketdim, sog' bo'l. Mayli, sog' bo'lingsiz ham. Xo'p, xonamiz juda ham ajoyib. Menga yoqdi xonam. Va bu yerga narsalarimni solib qo'yaman. Kalit, pul, telefon va kompyuter, ya'ni notebook o'zim bilan qoladi, chunki mana bu yerga qo'yish uchun tayyor stol ham bor ekan. Yaxshi, xo'p. Endi biroz notebookimni u yog'ini ko'raman. Ya'ni yaqinda tuzattirgandim, o'shani sinovdan o'tkazib ko'ramiz. Xo'p, aytgancha astronomikni ham chaqirib kelish kerak edi. Menimcha u hech qanaqa ishkal boshlamagan bo'lsa bo'ldi, boyagi bolalar bilan yana. Yaxshi, astronomik haligacha kelmadi. Men o'zim oldiga boyagi qiz. Bu imkoniyat menimcha. Ana yerda turibdi. Hozir. Mana shu yerga kelganda gapirib ko'raman. Salom, boyagi ish uchun uzr so'ramoqchi edim va haligi nomeringizni bera olmaysizmi, mabodo? Tushunmadim. Mana nima xolavos? Siz ortimdan yurmang bo'ldi. Yo'q, bermayman nomerimni. Xullas ortimdan yurmang. Nimaga men ko'p bezovta qilmayman, shunchaki uzr so'rash uchun xijolatligimdan va o'zi dugonangiz ancha qaysar ekan. Xullas, yaxshi yigit. Dugonam uncha-munchasiga rad javobini bergan. Shunday ekan, ovola bo'lib yurmang. Yana o'zingiz bilasiz. Qarang, nomerini bera olmaysizmi menga? Endi nomerni berishim uchun bu narsa olib kelarsiz. Xo'p, mayli, olib boraman. Nima haqida gaplashdinglar bu qiz bilan endi? Reddi ham sigmalidan chiqarmi deyman? Hech nimani gaplashmadim. Nomerini so'ragandan bermadi nomerini. Aytganman, senga qizlar qaramaydi deb. Nima deganing, kirashman u.
Xo'p, boyagi qiz staloviga kelibdi. Hozir bu yerdan unga narsa boramiz. Xolajon, menga qarab olasizmi? Xolajon, menga ana shu yerdan shirinlik olib kelib bering, iltimos. Narxi menimcha $2 bo'lsa kerak. Chunki boshqa maktablarda ham $2 bunaqa shirinliklar, ko'chada ham shunaqa narxda. Menimcha bu yerda ham shunaqa. Rahmat va buni olaman. Mana puli. Rahmat xolajon, sog' bo'ling. Xo'p, rahmat. Mana bu qizga salom, sizga yegulik olib kelgandim. Endi dugonangizni nomerini bera olmaysizmi mabodo menga? Xo'p, harakat qilyapsiz. Sizga nomerimni beraman. Aha, yaxshi bo'lardi. Xo'sh, unda yozib oling. 94lik 185 0103. Bu nomeri men berganimni aytmang. Xo'p, siz berganingizni aytmayman, xavotir olmang. Rahmat lekin kattakon. Xo'p, nomerini oldik bo'ldi. Ana endi nomerini oldik. Endi hozir emas. Balkim hozirdir, lekin hozir telefon qilsam bo'lmay qoladi. O'shaning uchun kechga telefon qilib ko'ramiz. Kechqurun albatta uyida bo'ladi. Hozir ko'chada bo'lishi mumkin. Bezovta qilaman. O'shaning uchun kechqurun o'zi yolg'iz bo'ladi va uyida bo'ladi. O'shanda telefon qilaman va o'zimiz gaplashib olamiz. Lekin u qiz to'g'risi menga juda ham yoqib qoldi. Shon, u qizning nomerini topdim, Estromik. Bolalar yaxshi o'tiribsizlarmi? Brat, yaxshi o'tiribmiz. O'zingiz yaxshimi? Xullas, Mikkoni taniysizlarmi? Uni maktabda o'zini zo'r hisoblab yurgan, sochi uzun bolami? Ko'k futbolka kiyib olgan. U bolaga ortiqcha gap qilib o'tirmanglar. Kuchinglar yetsa ham pulinglar yetmaydi. Dadasi boyligi uchun xohlaganini qilib yuradi. Sizlarni ogohlantirib qo'ydim. Ha, tushunarli. Ha, mayli brat, rahmat ogohlantirganingiz uchun, sog' bo'ling. Bilaman ular kimligini, ya'ni qanaqa bola, unaqa bolalarni ko'pini ko'rganmiz. Lekin shu bola ham yaxshi ekan, Estromik. Kelgandan beri yordam berdi. Menga ancha tanishib qoldik, bu bola bilan yaxshi bola ekan. U kechga qolib ketdim. Mencha qorovul yoki politsiyachi meni urishmasa kerak, tushunmadim. Brat, menga qilavering. Короче, sizni Mikko chaqiryapti, tezroq boring ekan. Nimaga chaqiradi? Tushunmadim. Bilmadim, tezroq boring ekan, xullas gapi bor ekan. Tinchlik bo'lsin ish qilib. Hech kim yo'q atrofda. Estromik ham uxlab qolgandi menimcha. Tinchlikmi bolalar, nima gap? Voy, sen umuman gapga tushunmaysan shekilli, Nima deganing bu? Xullas, bu maktab meniki, men qarayman. Prinsessa ham meniki bo'ladi. Uni men yaxshi ko'raman. Umuman seni yonida aralashganingni ko'rmay, tushundingmi? Men sendan so'ramayman shekilli, nima qilishni? Voy, bolalar bu vashshi oshibdi-yu. Vashshi oshibdi, aqlni kirgizib qo'yish kerak. Umuman yaqinlashmay yoniga, qanday tushunding? Xullas, o'zim bilaman, sendan so'ramayman, tushundingmi? Bolalar, buni aqlni kirgizib qo'ylaring. Bolalar, ancha vaqtdan so'ng seriallar olishni boshladim, ammo ko'nglimdagidek chiqmayapti va o'ylaymanki sizlarga ham yoqayapti, lekin unchalik sifatli bo'lmaganligi uchun uzr so'rayman va albatta sifatliroq qilib chiqarishga harakat qilaman. Meni qo'llab-quvvatlash uchun Telegramga va Instagramga ham obuna bo'ling.